O'rtoqlar, sveji balıqlarimiz keldi. Bugun sizlarga balıqlarimizdan obzor qilib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, masli balig'imizni narxi bo'lsa 1 kilosi 220 ming so'mdan chiqyapti. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bu kattakon balig'imizni hech qanaqa qiltanoqlari yo'q. Buni shunday olib turib bemalol kesib yeyishingiz mumkin. Hech qanaqa qiltanoqlari chiqmaydi. Bismillah. Bundan tashqari bizda lasos balig'larimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Sveji keldi. 1 kilosi 380 ming so'mdan chiqyapti. Bu ham katta baliq bo'ladi. Buni ham hech qanaqa qiltanog'i yo'q. Shuni olib kesasizlar. Bismillah. Bemalol yeyverasizlar. Undan tashqari ruletlarimiz bor. Narxi bo'lsa 850 ming so'mdan chiqyapti. Bu har xil baliqlarni rulet qilingani. Kelasizlar, o'ttimda ko'p bunaqa narxlar ekan.